Sür basqan kanat. Abduri Adila Ahmad. 4-qissa. Jabbar o'ldirganlarning hammasini O'rgulning yuqumliq kesili yo'qdi. O'rgul yuqumlandirdi deb O'rgulni qo'g'lab chiqargan. Kanatdagilarmi uni yuqumliq kesal bilan yuqumlandi. Uni kanatdan chiqarib etmasak, kanatga balo bo'ladi degan. Shuning bilan kanatdagilarning hammasi birlashib uni qo'g'lagan. Birda uni yuqumliq kesal deb beshig'i sayshubga assa, birda baloyi ofatning yiltizi deb tillab beshig'i oyoq bo'lamdi, tuxum bo'lamdi, axlat bo'lamdi. Qo'lig'i chiqqanligi narsalarni uning beshig'i etib haydab chiqargan. Bu o'g'ilchilik chidamagan O'rgul kanatdan beshini elib chiqib ketib, noyda g'ayrib va miskin sarson bo'lib yurganda ko'chada ketib qolgan 4-5 lukchak uningga navbatlashib chiqilgan. Bu hol uningga noyda ig'ir kelgan. Ular ishini tugitib bo'p, O'rgulning ahvoliga qarabmi qo'ymagan. Bu oz kelgandak uni tepib odam chidog'siz tilla bilan haqoratlab ketib qolgan. O bunda xo'rliqda yashagandan o'lib olmoqchi bo'lgan. Qanchalik shundoq yotdi bilmaydi. O o'lilish niyatida o'rnidan turishiga atrofdan bo'rlarning huvlagan ovozi kelib, necha jup qizil ko'z yo'l yoqasiga chatqonliqlar orasidan tikilib turibdi. O noyt qo'rqib ketibdi. O'ltirib olay deyishga imkon bo'lmabdi. Bir necha bo'ri etilgancha kelib, uni talashga boshlabdi. Shundoq talab, uni chala o'lik qilib qo'yibdi. Buningga chidamagan O'rgul og'iri o'zini o'ltirib olibdi. Bunda xo'rliq va haqoratga uchrag'ashqa uning ko'zi o'chiq ketib, ruhi amin topmay, arvohga aylanib qolgan. Shuning bilan bu kanatdagi kishilardan o'ch olmoqchi bo'lgan. U arvohga aylanib qilib, tunji bo'lib o'ltirgini Jabbar va uning hozirgi ayoli hamda shu uyda xizmat qilib O'rgulni xo'rlagan xizmatkorlar bo'ldi. To'xtini yo o'lgili yo yoshig'ili qo'ymay saran qilib etgini bo'lsa, u ayni chaqda uningga chiqilmoqchi bo'lgan ekan. U uningdan noyda nafratlangashga uni saran qilib etgan ekan. O'rgul menga bu gaplarni davaytib, ko'zidan yoshmi yoki qonmi bilgili bo'lmaydigan qizil nas eqib tushdi. Men uni yig'lab-otdi deb tushundim. U shu yerga kelganda hikoyasini to'xtatdi. Chunki bu vaqtda tong otqili ozli qolgan bo'lib, u men yana kelaman deb chiqib ketdi. Men bir kun ro'y chiqib ketgan odamdekli bo'lib qoldim. Buni ko'rgan ayolim Amangul mendan "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. Lekin men ortiq gap qilmadim. Bolalarim qishimdan zodili ketgili unimaydi. Men nima deyishimni bilamay, yomon tush ko'rib qoptiman deb qo'ydim. Kashkirdi. U yanli burunqidak qo'rqinchli holatda deriza sirtidan menga qarab, meni tovlayotdi. Salim bova! Salim bova! Salim bova! deb chaqiratdi. Uning ovozi yana avvalgidek so'rlik ham qo'rqinchli bo'lsa-mu, men uningga ich og'ir tortdim. U yana tunuygunkidekla tunglikdan tushib oldimga keldi. Ayolim bilan men burundan uyni ayirib yotadigan bo'g'ashqa yolg'iz edim. U menga birdan tikilib qarab turgandan keyin, "Shu chog'da sen shu uyda bor eding. Bo'lgan ishlarni bilib turib, beshingni ep chiqib ketdim. Yordam qilalaydigan turib, yordam qilmading." Men ortiq gap qilolmadim. Chunki ayni chog'da chiqib ketgan gunoh o'zimda. Shu bechora qizni tashlab qo'yib chiqib ketgan edim. Shuning uchun men uning qilgan gaplariga hech nima deyolmadim. So'rgan savollari javobsiz qoldi. Yo'q. U mendan yoki balkim menga xitob qilib o'tadi.
Men birdan turib ketgandan keyin uningga chiroyli gap bilan nasihat qilishga boshladim. Qizim, o'tgan ish o'tib ketdi, sabr qiling. Odam beshig'i kelmaydigan kun bo'lmaydi. Sabr qiling. Sabr qiling qizim. Chidamchan bo'ling. Men uni yaxshi yo'lga minishga undaydim. O'ch elish yaxshi ish emas qizim. Qalbingizdagi muhabbatni nafratga tashlab bermang qizim. O'ch elishni aytingizdan yening. Deydi, lekin u Sen menim o'ch elishimga daxl qilmoqchimi? debla ochiqlab yelimni siqdi. Men nafas ololmay bo'g'ilib ketib boratdi. Men noyt zaif ovozda "O'rgul qizim, hushingizni teping" dedi. Lekin u anglaydigandek emas edi. Men qanday qilishimni bilolmay, o'zimni o'ldim deb o'yladim. Lekin uning gelimni siqqan qo'llari asta-asta bo'sh edi. U yig'layotdi. U menga tuyuqsizlar Sen bana hayat vaqtimda ko'p yaxshiliklarni qilgan. Shuning uchun seni hayot qo'yaman. Biroq sen mening mush kanitiklardan o'ch elishimni to'ssang, men seni osh kanitiklar bilan qo'shib o'ltirib etaman. Agar mening gaplarimni birazga tinib soladigan bo'lsang, sening o'liming hammadan ichinishli bo'ladi. Kanitikga hammangni bir kechida qirib etaman. dedi. Lekin mening bir tumorim bor edi. Uni onam to'y qilgan kuni bo'ynimga esib qo'ygan. Shuni tepib bergin debla uydan chiqib ketdim. Men shu kuni bir kecha uxlamadim. At so'ylig'i chiqsam, kunda atigan o'ylani supurib, suv chechib, chiroyli qilib etib tomoq etib turadigan ayolim bugun hech qilmabdi. Men uning mijazi yo'q o'xshaydi deb o'ylab, u yotgan uyning oldiga keldim. Kirsam ayolim to'rsq chechidan esilgan bo'lib, butun badani qon holatda, ko'zlari pultib chiqqan, burun va quloqlaridan qon sirg'ib qolgan holat turardi. Buni ko'rib qanday qilishimni bilolmayli qoldim. Darhol o'g'illarim bor uyning eshigini chekdim. Ularning jasadi parchalanib ketgan bo'lib, yerda yotadi. Bu uning menga bergan ogohlantirishi edi. Bu hol meni texmi cho'chitdi. Yurak pori bolamdan necha yillik hamrohimdan ayrilish azobi menga bakli ig'ir keldi. Ularni ochiq alamda uzutib qo'ydim. Bolalarim endi 8 yoshga kirgan edi. Ularga bo'lgan umidim cho'ng edi. Ular mening borlig'im edi. Men bularni ko'rgandan keyin uning kanattiklarini o'ldirib etishidan qo'rqdim. Chunki kanattiklaning menga o'xshash alamda qilishini xohlamaydim. Keyin men surishtirib, bu tumorning sening otangda ekanligini bildim va uningga yaxshi saqlashni topiladim. Shu ishdan keyin men bu ishlarni 27 yil sir tutib keldim. Bu gaplarni senga deb berishimdagi sabab o'lgan odam hilmi yeta o'g'lim. Uni og'irlashtirish kerak. U haddidan eshivermasligi kerak. Bu tumor u hayot vaqtida taqilgan. Uni yomonlikdan saqlaydigan xislatlik tumor. Shunga bu tumor uning jinnini oladigan birdan-bir qoral bo'lishi mumkin. Bu bo'lsa balkim senga chiqilmasligi mumkin. Shunga ehtiyot qil o'g'lim. Sening bu kentni vahimadan qutuldirishingga ishonaman bolam, deb gapini tugatdi. Buni anglagan Akbar, "Kechirsizlar bova, sizlarni xato tushunib qoptiman", dedi. "Bovoy, hech qis yo'q o'g'lim. Sana omonlik tilayman. Bu qabohatni oxirlashtirg'in. Men endi o'lib ketaman. Sen atkash, tushdan burun bu ishlarni cho'qim oyoqlashtirg'in. Chunki bugun kecha u meni o'ldirib etdi. Lekin atkash,
kanatdagi hammalarni o'ldirib etishi mumkin. Onun için sen bu kabahatni ahırlaştırıp, kanatdagilarni qutuldirishing kerak bolam. İlgari otamning menga deb berishicha, 3 olg'uchi ruhlar paydo bo'lsa, uning ruhini avval tiniga kirgizib, ondan uning ojizligi bo'lgan shu narsani yuragiga qo'ysa, u o'ladi ekan. Ham ruhimi amin topadi ekan. Sen mushunda qilib boqin o'g'lim, dedi va uningga omonlik tilab yo'liga soldi. O vaqt tushdan keyin soat 4lar bo'lgan vaqt edi. Akbar amdi tutishqimisa qat'iy bo'lmaydiganligini haqiqiy tushunib yetgan edi. Shunga u darhol og'inasi alqamni to'g'lab bo'lgan ishlarni uningga dedi. U tezla qo'shildi. Ular ikkisi yana bir yaqin og'inasi Muxtarni izlab mangdi. Ular Muxtarning uyiga keldi. Og'ina bugun tushdan burungi plan bo'yicha yana 2 kundan keyin mangatdik. Lekin hozir darhol yo'lga chiqmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi adash. Qog'onlarni ilib olaydi desak, xatar bekjon. Shunga 3 aylanla yo'lga chiqayli, dedi. Muxtarmi qo'shildi. Ular tarqilib yana 1 soatdan keyin ko'rishadigan bo'ldi. 1 soatdan keyin ular Katman, Gurjak degandek narsalarni va lozimlik narsalarni ilib olib, deyishgan o'rniga yetib keldi. Va xatarlik bir qitimliq qisqigina safarni boshlab o'tdi. Bugun kecha sutdek oydin bo'lib, oy sal qizg'uchroq turadi. Bu bir qitimliq baloyi ofat vahimaning bishorati edi. Lekin bu yoshlar buning bilan qo'qsi bo'lmaydi. Ular o'zliksiz ilgirladi. Lekin kaynida bir narsa boda kes qildi. Lekin shundimi ular oldiga ilgirladi. Qabristonlikqa oz qolganda bir xil so'g'uq shamol yuzni siypab o'tib ketdi. Bu mudish shamol shunchalik so'g'uq, shunchalik mudish ediki, bu shamoldan ularning tallari titrab ketdi. Bu shamol ularga bir baloyi ofatni bildirib turadi. Aziz anglag'uvchilar, vahimalik asar Surbasqon kanit nomli asrimizning 4-qismi mush yerda tamomlandi.